Assalomu alaykum barchaga. Keyingi kasalligimiz gemorragik insult. Gemorragik insult nima? Gemorragik insult patologik o'zgargan qon tomirlarining yorilishi yoki qonning murtlashgan tomir devorlaridan miya to'qimalariga sizib o'tishi sababli ro'y beradi. Gemorragik insult asosiy sabablari bu arterial gipertenziya, amyloid angiopatiya, leykoz, trombofiliya, anevrizmlar, arteriovenos malformatsiyalar, angiopatiyalar va vaskulitlar. Arterial gipertenziyalarda prediabetes, gemorragiya quyidagi tartibda rivojlanadi. Arterial qon bosimi to'satdan oshganda arteriyalarda avvalgi spazm paydo bo'ladi va keyinchalik ular kengayib sitas rivojlanadi. Qon oqishi sekinlashadi va tomir devorlarini o'tkazuvchanligi oshadi. Tomir devorlarda qon elementlari asosan eritrotsitlar tashqariga sizib chiqa boshlaydi. Bunga esa prediabetik gemorragiya deb aytiladi. Leykozlarda prediabetik gemorragiya rivojlanishi uchun qon bosimini oshirish shart emas. Xo'p, gemorragik insult turlari suprarachnoidal bo'shliqqa qon quyilishi, parenximatoz, miya to'qimasiga qon quyilishi va ventrikulyar miya qorinchasiga qon quyilishi. Xo'p, subarachnoidal parenximatoz va parenximatoz ventrikulyar qon quyishlari ham farqlanadi. Demak, parenximatoz qon quyishlar bosh miyaning qaysi sohasida gemorragiya ro'y berganligiga qarab ham farqlanishi mumkin. Bunda po'stloq osti tugunlari, miya ustuni va miyacha makozlar bo'lishi mumkin. Xo'p, gemorragik insult klinikasida kunduz kuni faol ish paytida o'tkir rivojlanadi. Kasallik odatda xabarchi simptomlarsiz to'satdan ro'y beradi. Bemor hushini yo'qotadi. Gemorragik insult rivojlanishidan bir necha daqiqa yoki soat oldin bemorning boshi qattiq og'rishi mumkin. Hushsiz yotgan bemor hech qanday taassurotlarga javob bermaydi, og'riq sezmaydi va ko'zi yumuq holatda bo'ladi. Bu belgilar bemorda koma rivojlanayotganligini dalolat beradi. Gemorragik insultda sopor va koma tez rivojlanadi. Biroq suprarachnoidal qon quyilishda hushi qisqa vaqtga yo'qoladi. Nafas olish va yurak qon tomir faoliyati ham buziladi. Bemor chuqur shovqin nafas oladi. Og'zidan ko'pik ajralib chiqadi. Ko'p hollarda ketma-ket qusadi. Tomir urishi qattiq bo'ladi. Taxikardiya kuzatiladi. Arterial qon bosimi juda baland ko'tariladi. Aksar hollarda arterial qon bosimi 200-100 mm ustuni ham ko'tarilishi mumkin. Tana harorati ham ko'tariladi. Bunda tana harorati asosan 40 gradusdan oshib ketadi. Hushsiz yotgan bemorning yuzi ko'kimtir, qizg'ish tus oladi. Yuzlari shishadi va bo'yin tomirlari bo'rtib turadi. Bemorning boshi bir tomonga va sal orqaga qayrilib qoladi. Bemorning ko'zlari yumilgan yoki yarim oysimon shaklda ochiq bo'ladi. Yuqori qovoqlarini passiv ko'targanda ko'zlari qizarib ketgani va ularning mayatniksimon harakatini kuzatish mumkin. Buni suzuvchi ko'zlar simptomi deb ataladi. Ko'zlarning mayatniksimon harakati miya ustida joylashgan orqa uzun tutamning qo'zg'alishi bilan bog'liq. Passiv ravishda ko'tarilgan yuqori qovoqni qo'yib borsa, gemiplegiya tomonidan ko'z sekin yumiladi. Gemorragik insultda ko'pincha bemorning ko'zlari bir tomonga qayrilib qoladi va bunga nigoh falaji deb ataladi. Nigoh falaji qay tarzda namoyon bo'lishiga qarab, komada yotgan bemorda gemorragik o'choq qayerda joylashganini aniqlab olish mumkin. Bunda asosan masalan bemorning ko'zlari va boshi o'ng tomonga qayrilgan bo'lsa va gemiplegiya chap tomonda kuzatilsa, unda o'choq bosh miyaning o'ng yarim sharida joylashgan. Bemor o'choq tomonga qarab yotadi. Agar bemorning ko'zlari, boshi gemiplegiya tomonga qayrilgan bo'lsa, bemor falajiklar tomonga qarab yotadi. Bunda gemorragik o'choq esa miya ustida joylashgan bo'ladi. Ko'z olmasi va harakatlari va nigoh holati kasallik klinikasini baholash va topik tashxisini aniqlashda katta ahamiyatga ega. Xo'p, petos va qochuvchi g'ilaylik va paralitik midarias va nervus oculomotorus ildischasi zararlanganini ko'rsatadi. Bu holat bosh miyaning bazal qismining suprarachnoidal bo'shlig'iga qon quyilishida kuzatiladi.
ko'z olmalarining bittasi yuqoriga, ikkinchisi pastga qarab qolgan bo'lsa, unda interpedikulyar sohaga qon qo'yilgan bo'ladi. Bu sindrom Girfik-Majandi sindromi deb ataladi. Gemorroid insultda qorachiqlar shakli ham o'zgaradi. Ularning yorug'likka reaksiyasi yo'qoladi. Qon qo'yilgan tomondan bedariyasi kuzatiladi. Agar bir tomondan bedariyasi va pitoz kuzatilsa, demak qon miya oyoqchasiga qo'yilgan. Miya ustundagi parasimpatik markazlar ta'sirlantirilsa, ikki tomonlama miyoz shakllanadi. Mimika muskullar simmetrligi ham o'zgaradi. Bunda farajlangan tomonda mimika muskullar burmalari silliqlashadi. Og'iz burchagi tushib qoladi. Shu tomonda yelkan simptom aniqlanadi. Ya'ni farajlangan og'iz burchagi nafas olib chiqarganda bo'rtib turadi. Bu simptomlar yuz nurining markaziy farajligi sababli yuz beradi. Komada yotgan bemorning tili og'iz ichida bir tomondan og'ib qoladi. Uning lab burun burchagi silliqlashgan, og'iz burchagi tushgan va tili gemiplegiya tomonga olgan bo'ladi. Gemorroid insultning dastlabki kunlarida bemorning qo'l-oyoqlari mutlaqo harakatsiz yotadi. Mushaklarning to'liq atonasi maqlanadi. Pay reflekslari chaqirilmaydi. Bu holat diashish deb ataladi va katta joyni egallagan parenximatas gemorragiyalarda esa kuzatiladi bu holat. Komada yotgan bemorda gemiplegiya tomonidan oyoq panjasi tashqariga qayrilgan bo'ladi. Juda og'ir hollarda ikkala oyoq panjasi tashqariga qayrilib qoladi. Bu holat topik tashxis qo'yishni qiyinlashtiradi. Ba'zida farajlangan tomonni aniqlash ham ancha mushkul hisoblanadi. Ba'zi holatlarda ventrikulyar gemorragiyalarda esa aksincha muskullar tonussi keskin oshadi va uning natijasida bemorning oyoq qo'llari bukilib qoladi. Mushaklar kontrakturasi rivojlanadi. Bu holat gormitonik sindrom deb ataladi. Gormitonik sindrom tetra, para va gemosindrom ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu sindromda muskullar tonusi har doim ham oshavermaydi va ba'zida gipotoniyaga o'tadi va biroz vaqtdan so'ng yana gipertonus paydo bo'ladi. Bu paytda himoya reflekslari ham kuchayadi. Germitonik sindrom pay reflekslari juda oshib ketadi va muskullarda kuchli kontraktura aniqlanadi. Gemorroid insultda koma bir necha soatdan bir necha kungacha davom etadi. Uzoq davom etuvchi koma ko'pincha bemorning o'limi bilan tugaydi. Agar kasallik ijobiy tomonga siljisa, koma so'parga o'tadi va bemor hushiga kela boshlaydi. Odatda bu paytda o'choqli nevrolog simptomlarni aniqlash imkoni paydo bo'ladi. Bemorning farajlanmay qolgan oyoq qo'llarini qimirlata boshlaydi. Farajlangan tomonda esa harakat mutlaqo yo'qoladi. Gemiplegiya yoki juda chegaralangan bo'ladi. Chuqur gemipares. Gemiplegiya yoki chuqur gemipares aniqlangan tomonda pastki mimika muskullar falajligi, 7-nervning markaziy falajligi, tilning falajlangan tomonga og'ishi, 12-nervning markaziy falajligi va yelkaning osilib qolishi, 11-nervning markaziy falajligi kuzatiladi. Boshqa kranial nervlar funksiyasi ikki tomonlama innervatsiya tufayli saqlanib qoladi. Dominant yarim shar zararlanganda motor va sensor afaziyalar, subdominant yarim shar zararlansa esa anazogonziya va autopognoziyalar paydo bo'ladi. Gemiplegiya aniqlangan tomonda asosan pay reflekslari oshib boradi. Patologik reflekslari shakllanadi. Farajlangan oyoq qo'llarda muskullar tonusi spastik tarzda oshadi. Agar qon ichki kapsula atrofiga quyilsa, ekstrapiramidal yadrolar ham zararlanadi. Bunday holatlarda muskullarning spastik gipertonusi bilan birgalikda plastik gipertonusi ham rivojlanadi. Bemorda Wernicke-Mann holati yuzaga keladi. Farajlangan tomondagi bukuvchi muskullarda tonus oshganligi sababli qo'l tirsak bo'g'imda bukilib qoladi. Qo'l panjasi ham bukiladi. Qo'l tashqariga rotatsiya qilinganligi sababli kaft yuqoriga qarab qoladi. Oyoqda esa yozuvchi muskullarda tonus oshganligi sababli u yozilgan holatda qotib qoladi. Bemorning kafti yuqoriga qarab qolganligi sababli bu holatni tilanchi holat deb atashadi. Azizlar, keyinchalik esa tiza qopqog'i va oyoq panjasi klonusi paydo bo'ladi.
Gemopiliya tomonidan gemoanesteziya ham aniqlanishi mumkin. Xo'p, meningal simptomlar ham gemorrak insultning asosiy simptomlaridan biri hisoblanadi. Bu simptomlar ayniqsa subarachnoidal qon quyilishda har doim paydo bo'ladi. Parenximataz qon quyilishlarda meningal simptomlar kuzatilmasligi yoki yengil ifodalangan bo'lishi mumkin. Miya shishi bilan namoyon bo'ladigan parenximataz gemorrak insultlarda ham meningal simptomlar vujudga keladi. Meningal simptomlarda esa mushaklar rigitligi, Kerning simptomi, Brzezinski simptomlar yuqori, o'rta va pastga kiradi. Agar inson mushaklar rigitligi Kerning simptomiga qaraganda kuchliroq namoyon bo'lsa, unda subarachnoidal bo'shliqning orqa kranial chuqurchasiga qon quyilgan bo'ladi. Shuningdek, meningal simptomlarga yana bir qator simptomlar kiradi va ular asosan subarachnoidal gemorragiyalarda aniqlanadi. Ular bilan tanishib chiqamiz. Bunda Bexterning yonoq simptomi, yonoq ravog'iga bolg'acha bilan urilsa, o'sha tomonda mimika muskullari qisqaradi. Keyingisi ko'z olmasini bosib tekshirish. Agar ko'z olmasi bosib tekshirilsa, bunga javoban mimika muskullari qisqarishi ro'y beradi. Bemor yuzini bijmaytiradi. Trizm, yuqori va pastki jag'larning bir-biriga qattiq qisilishi bilan namoyon bo'ladigan holat hisoblanadi. Agar bemorning og'zini ochishga harakat qilinsa, u reflektor tarzda og'zini yanada qattiqroq qisadi. Bu holat 5-nervning efferent pollari qo'zg'alishi bilan bog'liq. Boshning orqaga qayrilib qolishi, boshning orqaga keskin qayrilishi va oyoq-qo'llarning barcha bo'g'imlarida bukilish bilan namoyon bo'ladigan holat. Bu holat yosh bolalarda yoqqil ifodalangan bo'ladi. Xo'p, qon katta sohaga qo'yilgan bo'lsa, meningal simptomlar kuchli ifodalangan bo'ladi. Ularning sutlashib borishi ijobiy dinamika ro'y berayotganini dalolat beradi. Agar meningal simptomlar to'satdan yana paydo bo'lsa, qayta gemorragiya rivojlangan bo'lishi mumkin. Meningal simptomlarni meningitlarda ham uchraganligi uchun gemorrak insultlarda meningit bilan qiyoslashga to'g'ri keladi. Xo'p, gemorrak insultda ko'p uchraydigan yana bir simptomlardan biri bu psixomotor qo'zg'alishlar. Psixomotor qo'zg'alishlar po'stloq markazlari qo'zg'aladi, bog'liq bo'lib, asosan insult rivojlangan kuni ro'y beradi. Biroq bu simptomlar boshqa kunlari ham saqlanib qolishi mumkin. Psixomotor qo'zg'alishlarda bemor qattiq baqiradi. Atrofdagilar so'kadi, ularga qarab qichqiradi. Ba'zan o'z yaqinlarini tanimaydi. Alahsiraydi, o'rnidan turib ketmoqchi bo'ladi. Qo'l-oyoqlarda bir tomonga tashlayveradi. Ba'zan psixomotor qo'zg'alishlar shu darajada kuchli bo'ladiki, bemorni 3-4 ta odam ham boshqara olmaydi va unga zarur muolajalarni, tinchlantirish dorilarini qilishga to'g'ri keladi. Bunday paytlarda bemorni choyshab bilan karavotga bog'lab qo'yish lozim. Aks holda u tan jarohatlari olishi mumkin. Agar koma rivojlansa, psixomotor qo'zg'alishlar yo'qoladi. Bemor komadan chiqqandan keyin psixomotor qo'zg'alishlar yana paydo bo'lishi mumkin. Psixomotor qo'zg'alishlarning har doim bo'lib turishi yaxshi prognostik belgi emas. Ba'zida psixomotor qo'zg'alishlar yengil ko'rinishlar bo'ladi. Bemor yotgan joyda tinch yotmaydi. Yon tomonlarga ag'dariladi, yon tomonga, bu tomonga. Inyeksiya o'tkazish uchun qo'yilgan kateterlarni sug'urib tashlaydi. Turib o'tirmoqchi bo'ladi, choyshabni yuziga tortadi, yaqinlarini birini so'rab chaqiraveradi, alahsirab gapirib yotadi. Ba'zida olamdan o'tgan qarindoshlarni so'raydi va bu holat yaqinlarini qo'rquvga soladi. Gemorrak insultning og'ir komalar bilan kechuvchi turlarida dekortikatsion va dispersion yirgitlik, vegetativ holat va apallik sindromi rivojlanadi. Ushbu sindromlar komada asosan yuzaga keladi. Bunda esa shu koma holatida ko'pincha paydo bo'ladi. Gemorrak insultni turlari yuqorida aytib o'tganimdek subarachnoidal qon quyilish, ventrikulyar qon quyilish, bularni hammasini aytib o'tamiz. Subarachnoidal qon quyilish nima? Bu subarachnoidal qon quyilish arachnoidal va yumshoq pardalar orasida joylashgan bo'shliqqa qon quyilganida subarachnoidal qon quyilish yuzaga keladi.
Bunda asosan subarachnoid gemorragiyaning o'tkir davrida ketma-ket o'tkazilgan neuroangiozlastin tekshiruvlar, angiografiya, duplex skanlash miya tomirlarida o'tkir reflektor spazm kuzatilishini ko'rsatadi. Angiospazm sababli bosh miyada ishemik infarkt o'chog'i yoki o'choqlarda paydo bo'ladi. Buning natijasida subarachnoid gemorragiya uchun xos bo'lmagan o'choqli nevrologik simptomlar vujudga keladi. Subarachnoid qon quyilishning asosiy simptomi boshda to'satdan paydo bo'lgan o'ta kuchli og'riqdir. Og'riq shu qadar kuchli bo'ladiki, bemor bu og'riqni boshimga qattiq zarba bilan urilgandek deb ta'riflaydi. Og'riq ensa, bo'yin sohasida o'ta kuchli, peshona sohasida esa biroz sust ifodalangan bo'ladi. Bemor to'satdan hushidan ketadi. Hushidan ketish bir necha daqiqadan bir necha soatgacha davom etadi. Bemorning hushiga kelgandan so'ng ham kuchli bosh og'riq davom etadi. Bemor og'riq kuchiga chiday olmaydi. Boshini ikki qo'l bilan qattiq ushlab oladi. Og'riq qondiruvchi dorilarni tezroq qilishlarini so'rab baqiradi. Yorug'likka chiday olmaydi. Ko'zlarini tish yumadi. Ortiqcha tovush yoqmaydi. Chunki har qanday yorug'lik va tovush bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Og'riq bilan birgalikda ketma-ket qusish ham paydo bo'ladi va bemorning ovqat yegan yemaganligiga bog'liq bo'lmaydi. Arterial qon bosimi keskin oshadi. Agar qo'yilgan qon gipotalamusga yetib kelib, uni ta'sirlantirilsa, yuqori darajaga ko'tarilgan arterial qon bosimi kasallikning o'tkir davrida pasaymasdan turadi. Yana bir aytaman, agar qo'yilgan qon gipotalamusga yetib kelib, uni ta'sirlantirsa, yuqori darajada ko'tarilgan arterial qon bosimi kasallikning o'tkir davrida tushmaydi. Tana harorati 40 gradusga ko'tariladi. Ko'z tubida mikrogemorragiyalar paydo bo'ladi. Leykositlar biroz oshishi mumkin. Kasallikning dastlabki soatlaridayoq kuchli darajada ifodalangan psixomotor qo'zg'alishlar vujudga keladi. Turli darajada va davomiylikda hushdan ketish kuzatiladi. Biroq hushdan ketish har doim ham komaga olib kelmaydi. Subarachnoid qon quyilishlar uchun uzoq davom etuvchi koma xos emas. Ba'zan subarachnoid qon quyilish epileptik xurujlar bilan boshlanadi. Epileptik xurujlar ko'pincha tarqalgan epileptik xurujlar namoyon bo'ladi. Kasallikning dastlabki daqiqalardayoq meningal simptomlari rivojlanadi. Subarachnoidal gemorragiyalarda meningal simptomlarning deyarli 5 turlarini aniqlash mumkin. Biroq ular gemorragiya darajasiga qarab turli darajada ifodalangan bo'ladi. Gemoparez va gemoanesteziyalar kuzatilmaydi. Mabodo ular kuzatilsa, miya tomirlarida reflektor spazm ro'y bergan yoki qon miya parenximasiga o'tgan bo'ladi. Odatda reflektor angiospazm sababli ro'y bergan faljiklar yoki sezgi buzilishlarni tez o'tib ketadi. Subarachnoidal parenximatos qon quyilishlarda esa faljiklar va sezgi buzilishlar uzoq saqlanadi. Ba'zilar gemorragiyalarda kranal nervlar ham zararlanadi. Ayniqsa ko'zni harakatlantiruvchi nervlar. Uning natijasida pitoz, laylik va diplopiya paydo bo'ladi. Subarachnoidal gemorragiyada kranal nervlarning zararlanishi qonning subarachnoidal to'shliqdan perinevral bo'shliqqa o'tishi yoki nerv ildichasining bevosita bosilishi bilan bog'liq. Agar qon oldingi kranal chuqurchaga qo'yilsa, ko'rish keskin buzilishi mumkin. Xo'p, subarachnoid gemorragiya qon quyilishini aytib o'tdim. Keyingisi parenximatos qon quyilish. Bu parenximatos qon quyilish boshqa gemorragik insultlar kabi hushning yo'qolishi bilan o'tkir boshlanadi va o'choqli nevrologik simptomlar, gemoplegiya, anesteziya, afaziya darrov paydo bo'ladi. Parenximatos qon quyilishda chakka va teppa sohalarida ko'p uchraydi, peshona sohasida kam uchraydi. Gematomaning ichki kapsulaga nisbatan joylashuviga qarab medial va lateral gematomalar farqlanadi. Zich joylashgan toladan iborat bo'lgan ichki kapsula bu sohaga qo'yilgan qonni yon tomonlarga tarqalishi to'sqinlik qiladi.
Bu kasallikning ikkiga E'ga yoki miya shishi va dislokasiya sindrom tez rivojlanadi. Shuning uchun ham gemorrak insultining bu turi uzoq davom etuvchi komalar bilan og'ir kechadi. Xo'p, bundan so'ng o'choqli nevrologik belgilar bilan birgalikda meningal simptomlar ham vujudga kelishi mumkin va keladi. Meningal simptomlar kuchli miya shishi va ikkiga E'ga hisobiga yoki qonning suprarxnal bo'shliqqa o'tganligi sababli ro'y beradi. Buni aniqlash diagnostik va prognostik ahamiyatga ega. Gemorragik bosh miya katta katta qismini yoki ma'lum bir sohalarni egallashi mumkin. Bosh miyaning peshona sohasiga qon quyilsa, peshona sohasi va ko'z ko'sasi bosh og'riq, nikoh falaji. Bemor o'sha tomonga qarab yotadi. Motor afoziya, dominant yarim shar zararlanganda yuz beradi. Aboliya, konlateral gemopariz kuzatiladi. Hipoplagiya gemorragiyasida kontralateral gemoanesteziya va tana va fazoning bir tomonini inkor qilish sindromi, anazognoziya, yengil gemopariz rivojlanadi. Insavr bilagiga qon quyilsa, kontralateral gemoanopsiya va ko'ruv agnoziyasi paydo bo'ladi. Bundan tashqari, ventrikulyar gemorragiyalar farqlanadi. Qon quyilishning klinik simptomlariga to'xtalamiz. O'zi yon qorinchaga qon quyilish qanday yuzaga keladi? Bunda asosan yon qorinchalarga qon arteria communicus anterior va arteria cerebral anterior anevrizmlar yorilish hisobiga o'tadi. Qon ko'pincha yon qorinchalarning oldingi shoxiga, kam hollarda markaziy qismiga yorib o'tadi. Ya'ni yon qorinchalarning orqa shoxiga qonning yorib o'tishi juda kam uchraydi. Bu tipdagi gemorragiyalarda qon xoroidial jigarlarni qo'zg'ab, likvor ishlab chiqarishni kuchaytiradi va yon qorinchani uchinchi qorincha bilan bog'lovchi monor teshigini bekitib qo'yadi. Monor teshigi bekilib qolsa, bemorning hayoti uchun o'ta xavfli bo'lgan holat hisoblanadi. Bundan tashqari asosan uchinchi qorinchaga ochiladi monor teshigi. U yerdan silvestr yo'li orqali to'rtinchi qorinchaga va nihoyat lyushka va majanga teshiklar orqali miyaning katta sisternasiga ochiladi. Miyaning katta sisternasi bu miyachaning pastki yuzasi bilan uzunchoq miyaning doirasi, dorsal yuzasi orasida joylashgan hisoblanadi. Yon qorinchaga qon quyilishda simptomlari, yon qorinchaga qon asosan miya parenximasidan yorib o'tganligi sababli ro'y beradi. Shu bois ventrikulyar gemorragiyalarda parenximatos qon quyilish belgilari ham kuzatiladi. Bundan asosan kasallik hushdan ketish bilan to'satdan boshlanadi. Bundan oldin bemor ketma-ket qusadi, nafas olish hamda yurak qon tomir faoliyati keskin buziladi. Komaga tushadi. Yuz-ko'zlarga giperiya paydo bo'ladi. Komaning dastlabki soatlarida paydo bo'lgan miyoz keyinchalik mediasga o'tadi. Medias gematoma tomonidan kuchliroq foydalangan bo'ladi. Ko'z olmalari mayatlik simon sizib turadi. Ko'z va bosh gematoma tomonga burilib qoladi. Tana harorati 40 gradusga ko'tariladi. Taxikardiya rivojlanadi. Keyinchalik esa bradikardiya va bradiarteriya bo'lishi mumkin. Bundan tashqari asosan bunda gemorragik insultda asosan uchinchi qorinchaga ham qon quyiladi. Bunda uchinchi qorinchaga qon quyilishda asosan ushbu qorinchaga qon quyilish simptomlari yoki qorinchalarga qon quyilish simptomlariga juda o'xshab ketadi. Uchinchi qorinchaga qon quyilish ko'pincha talamusga qo'yilgan qonning yorib o'tishi sababli ro'y beradi. Bunda asosan chunki asosan uchinchi qorinchaning lateral devorini hosil qiladi. Ya'ni talamusning medial yuzasi. Uning asosiy belgilari quyidagilardan iborat bo'ladi. Yuz ko'zlari
giperemiyasi, tana haroratining keskin oshishi, yurak qon tomir faoliyati va nafas olishning keskin buzilishi. Koma kuchli endokard nuktat buzilishlar va yotoq yorilarining tez rivojlanishi natijasida yuzaga keladi. Uchinchi qonunchiga qon qo'yish germitonik sindrom belgilari ikki tomonlama ham vujudga keladi. Bunday ikkala qo'l tonlik tarzda bukilib qoladi. Ikkala oyoqda esa yozilib yotadi. Hop, miyachaga qon qo'yilsa nima bo'ladi? Miyachaga qon qo'yilsa, miyachaga qon qo'yish miyacha simptomlaridan tashqari 4-qorincha va miya ustun simptomlari bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Klinik simptomlar esa sohasida kuchli og'riq, miyacha simptomlari, barcha joylar gipotoniyasi, bosh aylanishi va burun sindromi, majand simptomlari. Bu bir ko'zning yuqoriga, bir ko'zning pastga qarab qolishi esa mushaklarning yirgitligi, psevdopariz, miya ustida joylashgan hayotiy muhim hududlarning buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Gemorroid insultda asosan davolashda ba'zi davolashlar olib boriladi. Bundan tashqari esa gemorroid insult bemorning holatiga qarab, koma holatiga qarab, asosan bemorda neyroxirurg maslahati bilan, neyropatolog maslahati bilan, bundan tashqari esa angioxirurg maslahati bilan davolashlar olib boriladi. Gemorroid insultda asosan davolashlardan ba'zi davolashlar olib boriladi. Simptomatik davolashlar, spesifik davolashlar. Ba'zi davolash usullari asosan nafas olish va oksigenasini ta'minlash, arterial qon bosimini nazorat qilish, yeyishni kamaytirish, suv elektron balansini ta'minlash, tana haroratining me'yorida ushlash. Simptomatik davolash usullariga esa og'riqlarni bartaraf etish, epileptik xorliklarni bartaraf etish, vital buzilishlarni, hukmlanish va qusishni bartaraf etish. Spesifik davolash usullari trombolitik terapiya, antiagregantlar va antikoagulantlar bilan davolashlar olib boriladi. Bu asosan ko'pincha ishemik insultda antikoagulantlar va antiagregantlar olib boriladi. Tashqari asosan gemorroid insultda qon qo'yish sohasiga qarab zudlik bilan operatsiya qilinadi. Bunda esa bosh miyaning, miyaning chakka qismi, ensa qismi qaysi tomonga qo'yilganiga qarab olib boriladi operatsiyasi. Bunda asosan bemorda nafas olish va oksigenasini ta'minlab, birinchi ba'zi davolashlar olib borilgandan keyin operatsiya yoki bemorning ahvoli og'ir bo'lsa, zudlik bilan operatsiya stolga yotqizib operatsiya qilinadi. Ya'ni gemorroid o'chog'i yuz bergan sohani olib tashlanadi. Gemorroid insultda asosan ishemik insult bilan birgalikda yuzaga kelishi mumkin. Bunda asosan ishemik insultda bunda ishemiyasi, ya'ni qon tomirlarining ishemiyasi natijasida yuzaga keladi. Gemorroid insult esa qon yorilish natijasida, qon tomirlari yorilish natijasida yuzaga keladi. Bunda asosan masalan gemorroid insultda asosan bemorda to'satdan yuzaga keladi. To'satdan kuchli bosh og'rig'i yuzaga keladi. Ishemik insult esa asta-sekinlik, yillar davomida asta-sekinliklar bilan vujudga keladi.